Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bizning baxtlarimiz qarangizlar, tomosha qilingizlar. Tojikistonga bahor kelib qolgan. Mana sliva daraxtlar gullab qolibdi. Mesela tomosha qilib 1-2 minut video taylaylik. 3-4 kun bo'lib qoldi, video taylaganimiz yo'q. Yaqin o'rtada yana bir mashina nasib qilsa video qilamiz. Reklamaga sotuvga chiqadi ekan. Telefon qildi, nasib qilsa video taylaymiz inshaalloh. Uni ham ko'rasizlar. Mana o'rtalarga chisnog yegibdi, lekin yaxshi bo'pti. Молодец ekan, yaxshi ishlaydi ekan. Bu videoni maqsad qilganimiz bahor keldi, tomosha qiladi Moskvadagilar. Mana normal, mana pogodalar plus 15-20 gradus. Chesnoklar normalniy bo'lib qolibdi. Bugun 16-mart. Issiqqina pagoda. Gullarni qarangizlar. O'rtalarga kartoshka ekkan ekan. Piyaz, chesnok. Mana ham video qilyapman, kartoshka ekkan deb talaflardi ham. Videoni da konsa ko'ramiz. Tomoshabinlar, podpishchilarimiz. Like'ni bosamiz, gazini bosib, podpisatsiyani unutmaylik, bachchalar. Bundan qiziqarli narsalarni ko'rsatamiz. Dalshi hozir polni ishda agarotda va chesnoklari normal bo'libdi bu yerdagi ham. Mana bu yerda jo'ng'ishqamiz bor, tomosha qilingizlar. Jo'ng'ishqa buncha bo'lib qoldi. 30 sm. Mana shunday jo'ng'ishqa bo'lib qoldi. Pagoda birdan issiq bo'lib qoldi. Mana og'aynilar, videoni ko'ramiz, like bosamiz. Bizning videoni 97% biz podpiska ko'ryapti. 3% podpiska bilan ko'ryapti og'aynilar. Podpisatsiya qo'yinglar. Podpisatsiya hamisha bizning kanalimizda olib boraveradi. Kommentariy yozinglar. Mana shunday bir video qo'yaq. 3 kun bo'ldi aytganday. Video qilganimiz yo'q. Mana bahor keldi, bahor. Issiqqina pagoda. Mana. Hammaga omad. Den sog'lik hammaga. Like'ni bosamiz. Unutmangizlar, like'ni bosib qo'yaylik. 4 minut bo'lsa ravna. Hammaga omad. Bittadan like.